Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Meni ismim Ali. Yoshim 18 da. Men o'zimga 365 kunlik challenge vizov tashladim. Ya'ni 365 kun davomida muntazam har kuni sport bilan shug'ullanib, qanday darajada tanani o'zgartirsa bo'ladi. Ya'ni 365 kun davomida sport bilan muntazam ravishda shug'ullangan holda kinoaktyor sport bilan muntazam ravishda shug'ullanadigan bir insonga o'xshashni harakat qilib o'xshayman inshaalloh. Ya'ni Duen Jonson, rasmini ham qo'yib ketaman. Duen Jonson skala. Siz nima deb o'ylaysiz? Menday bola, 18 yoshar bola 365 kun sport bilan muntazam ravishda shug'ullangan holda Duen Jonsonga o'xshay oladimi yo yo'qmi? Ya'ni bu gapim bilan nima demoqchiman? 365 kun davomida qanday transformatsiya bo'lib, tanamdagi o'zgarishlarni sizlarga muntazam ravishda ko'rsataman va inshaalloh Duen Jonson skalaga o'xshab chiroyli tanaga ega bo'laman. Har kuni muntazam ravishda sport bilan shug'ullangan holda. Sizlardan kuzatish, mendan esa kontent olib, sizlarga har bir bo'layotgan jarayonni ko'rsatib borish. Kuzatishda davom etinglar. Hammalaringizga